O'zimizni tillarimizni o'lishmaydi, lekin Rossiyanikini yo Turkiyanikini hech ikkilanmasdan o'lishadi. Turkiyadan ham ko'ra rossiyskiy deyishadi. Lekin bitta narsani bilib olish kerak. Rossiya paytida ham bizni oltinimizni o'sha Rossiyaga olib ketib, uni ishlab chiqarib O'zbekistonga eksport qilingan. O'zimizga qaytarib sotgan. Hozirgi kunda dunyoning eng yirik zavodlari, eng zo'r ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonga kelib, ishlab chiqarishlarni qilib, uzi ballo, o'sha bilaguziklarni eng trendda bo'lgan narsalarni qilib, chetga eksport qilishyapti. O'zbekistonda 2 yillik, 3 yillikda. Bilgan bo'lsangiz, bu yil 2025-yil sentyabr oyida O'zbekiston eng ko'p tilla eksport qilgan top anaqalikka kirdi. Birinchi o'rinda bo'ldi. Bunga sabab nima? O'sha tilla sohasidagi yirik ishlab chiqaruvchi zavodlar hozir O'zbekistonda ishlab chiqarish. O'sha Amerika deysizmi, Italiya deysizmi, Rossiya deysizmi, Turkiya deysizmi, bu yerga kelib, zamonaviy dastgohlarni olib kirib, O'zbekistonning oltinini ishlab chiqarib, qayta ishlab, Turkiyaga, Yevropadagi zo'r Amerikagacha eksport qilinyapti.